pensionerlar bugun men aytadigan hujjatsiz o'ylagandan ham muhim. Chunki ko'pchilik pensiya olayotgan bo'lsa ham o'zining pensioner ekanini, pensiya turi va miqdorini rasmiy tasdiqlaydigan yangilangan ma'lumotnomani vaqtida olmaydi. Keyin esa subsidiya, moddiy yordam, bank ishi, davolanish, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa imtiyoz kerak bo'lganda. Aynan shu hujjat yo'qligi sababli sarson bo'ladi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga va yaqinlariga tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida eshitgan odam ko'p muammodan qutuladi. Men bugun gapirayotgan hujjat bu pensiya tayinlanganini, pensiya oluvchi shaxs ekaningizni, pensiya turi va ayrim holatlarda pensiya miqdorini tasdiqlaydigan rasmiy ma'lumotnoma. Ba'zi joylarda buni pensionerlik ma'lumotnomasi, pensiya oluvchi to'g'risidagi ma'lumotnoma, pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma deb ham aytishadi. Muhimi nomida emas, muhimi uning mazmunida. Bu hujjat siz haqiqatan ham pensiya olishingizni davlat tizimi orqali tasdiqlaydi. Bugungi kunda ko'p idoralar eski, yirtiq, yillar oldin berilgan qog'oz guvohnomaga qarab ish tutmayapti. Ular yangilangan, bazadan olingan, kerak bo'lsa QR kodli yoki elektron shakldagi ma'lumotnomani so'rayapti. Oldin qanday edi? Oldin odam pensiyaga chiqqanda qo'lida bitta guvohnoma yoki qog'oz bo'lardi. Ko'p joyda shu qog'ozni ko'rsatib, pension ekanini isbotlab yurardi. Mahallaga borsa, dorixonaga borsa, shifoxonaga borsa, ayrim tashkilotlarga borsa, "Mana guvohnomam" deb ko'rsatardi. Ko'p hollarda hech kim bazadan tekshirmasdi. Hujjatning yangiligi ham uncha muhim bo'lmasdi. Lekin hozir tizim o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, banklar, ijtimoiy yordam tizimlari, subsidiya va imtiyozlar tobora elektron bazalarga ulanmoqda. Endi men pensionerman deyishning o'zi yetmaydi. Sizning pensiyangiz qaysi turda, qachondan tayinlangan, hozir olinyaptimi? Miqdori qancha? Ma'lumot bazada qanday ko'rinmoqda? Shular tekshiriladi. Nima uchun bu muhim? Chunki pensionerning huquqi ko'pincha qog'oz bilan tasdiqlanadi. Masalan, siz kommunal to'lovlar bo'yicha yordam so'ramoqchisiz. Mahalladan moddiy yordam olishni xohlaysiz. Bankdan kredit yoki plastik karta bo'yicha ariza bermoqchisiz. Chet elga chiqish uchun daromad manbasini ko'rsatishingiz kerak. Sanatoriyga yo'llanma olish niyatingiz bor. Davolanishda imtiyoz talab qilmoqchisiz. Shunday paytda sizdan pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib keling deyishadi. Agar bu hujjat tayyor bo'lmasa, siz yana pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki elektron portalga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Bir qarashda oddiy ish, lekin keksalar uchun bitta ortiqcha qatnov ham charchoq, navbat, yo'l haqi va asob degani. Men amaliyotda ko'p ko'rgan vaziyatni aytaman. 68 yoshli otaxon mahalla orqali moddiy yordam so'raydi. Uyda faqat o'zi va turmush o'rtog'i yashaydi. Dori-darmon xarajati oyga 500 ming so'mdan oshadi. Mahalla pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnoma olib keling deydi. Otaxon eski guvohnomasini ko'rsatadi. Lekin unga bu yetmaydi. Hozirgi pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumot kerak deyishadi. Otaxon 2 kun yuradi. Farzandini chaqiradi, navbat kutadi. Agar u oldindan shu ma'lumotnomani olib qo'yganida arizasi tezroq ko'rib chiqilardi. Demak, hujjatning yo'qligi pulingizni kamaytirmaydi. Lekin sizga tegishi mumkin bo'lgan yordamni kechiktiradi. Yana bir misol. 72 yoshli onaxon bankka borib, pensiya kartasini almashtirmoqchi bo'ladi. Bank ayrim holatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan birga pensiya tushumlari yoki pensiya oluvchi maqomini aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Onaxon, men har oy pensiya olaman-ku deydi. To'g'ri oladi. Lekin bank xodimi hujjat asosida ish yuritadi. Agar bazada ma'lumot aniq ko'rinmasa yoki qo'shimcha tasdiq kerak bo'lsa, ma'lumotnoma so'raladi. Shunda odam bir joydan ikkinchi joyga qatnaydi. Ayniqsa nogironligi bor pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, kasal odamlar uchun bu juda og'ir. Kimlar? Albatta xavotir olishi kerak. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki yangi pensiya tayinlanganda ayrim ma'lumotlar bazada yangilanishi, tashkilotlarga yetib borishi, kartoblik tushumlar yo'lga qo'yilishi uchun vaqt ketadi. Siz pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani olib qo'ysangiz, keyingi ishlaringiz osonlashadi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Ularda pensiya turi, nogironlik guruhi muddatli yoki muddatsiz ekani, qayta ko'rik sanalari kabi nozik masalalar bo'lishi mumkin.
Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu to'yfada oila a'zolari, voyaga yetmagan farzandlar, talaba farzandlar bilan bog'liq ma'lumotlar ahamiyatli bo'ladi. To'rtinchisi yolg'iz keksalar va kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar. Chunki ularga mahalla. Ijtimoiy xizmat yoki boshqa yordam turlarida hujjat tez-tez kerak bo'ladi. Kimlar biroz xotirjam bo'lishi mumkin. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada to'g'ri bo'lsa, pensiyangiz vaqtida tushayotgan bo'lsa, yaqin orada hech qanday imtiyoz, yordam, subsidiya, bank ishi yoki davolanish bo'yicha hujjat topshirish rejangiz bo'lmasa, albatta vayma qilish kerak emas. Lekin men baribir bitta yangilangan ma'lumotnomani olib qo'yishni maslahat beraman. Chunki hujjat kerak bo'ladigan payt odatda oldindan ogohlantirib kelmaydi. Bugun kerak emas, ertaga kasalxonada. Mahallada yoki bankda kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda bitta nozik jihat bor. Ba'zi odamlar menda pensioner guvohnomasi bor. Yana nima kerak deb o'ylaydi. Eski guvohnoma sizning pensiyaga chiqqaningizni ko'rsatishi mumkin. Lekin hozirgi holatingizni doim ham tasdiqlamaydi. Masalan, pensiya miqdori yillar davomida oshgan bo'lishi mumkin. Pensiya turi bo'yicha o'zgarish bo'lishi mumkin. Familiya yoki yashash manzili o'zgargan bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar boshqa tumanga ko'chadi. Lekin eski hujjatdagi manzil qolib ketadi. Keyin hujjatlar solishtirilganda savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun yangilangan ma'lumotnoma aynan hozirgi holatni ko'rsatishi bilan muhim. Yana bitta real vaziyat. Bir pensioner ayolning pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin eski hujjatlarda familiyasining yozilishi biroz boshqacha qolgan. Masalan, bir joyda O'g'loy, boshqa joyda O'g'loy ko'rinishida yozilgan. Oddiy odam uchun bu bir xil tuyuladi, lekin tizim uchun bu farq bo'lishi mumkin. U sanatoriy yo'llanmasiga hujjat topshirganda ma'lumotlari mos kelmay qoldi. Natijada avval ma'lumotlarni to'g'rilashga majbur bo'ldi. Agar u oldindan pensiya ma'lumotnomasini olib, ism, familiya, tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlarini tekshirganda muammo vaqtida aniqlanardi. Endi istisnolar va tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi tuzoq hujjatni noto'g'ri joydan olish. Ko'chada tanish orqali tez qilib beraman degan odamlar orqali hujjat olishga urinmang. Rasmiy ma'lumotnoma faqat vakolatli idora yoki rasmiy elektron xizmat orqali olinadi. Agar kimdir sizga pul evaziga bazadan olib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Sizning pasport ma'lumotlaringiz, JSHIR raqamingiz, telefon raqamingiz begona qo'lga tushishi mumkin. Keyin nomingizdan ariza berilishi, kreditga urinishlar yoki boshqa noxush holatlar bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi tuzoq, hujjatning amal qilish muddati. Ko'p ma'lumotnomalar qonuniy jihatdan doimiy hujjatga o'xshab tuyulsa ham, amaliyotda tashkilotlar oxirgi bir oy ichida olingan bo'lsin yoki yangi sanali bo'lsin deb talab qilishi mumkin. Chunki pensiya miqdori o'zgaradi. To'lov holati o'zgaradi. Odamning ijtimoiy maqomi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun siz ma'lumotnomani olib qo'ygan bo'lsangiz ham, muhim ariza topshirishdan oldin tashkilot qaysi sanadagi hujjatni qabul qilishini aniqlang. Uchinchi tuzoq, faqat pensiya kartasiga tushgan pulni hujjat deb o'ylash. Bankdan olingan hisobvaraq ko'chirmasi pensiya tushumini ko'rsatishi mumkin. Lekin u har doim ham pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat o'rnini bosmaydi. Masalan, sizning kartangizga boshqa pul ham tushishi mumkin. Farzandingiz yordam yuborishi mumkin. Rasmiy ma'lumotnoma esa aynan davlat pensiyasi yoki nafaqa bo'yicha maqomingizni ko'rsatadi. Shu farqni tushunish kerak. To'rtinchi tuzoq, mening hamma ishimni farzandim qiladi deb beparvo bo'lish. Albatta, farzandlar yordam bersin. Bu yaxshi. Lekin pensionerning o'zi ham kamida qaysi hujjat qayerda turganini, qaysi telefon raqamiga bog'langanini, ID karta nusxasi qayerda saqlanishini bilishi kerak. Chunki ayrim xizmatlarda SMS kod keladi. Ayrim arizalarda shaxsning roziligi kerak bo'ladi. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, elektron xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi. Endi amaliy qadamlarni tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda ID karta yoki pasport bo'lishi kerak. Undagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana aniq va xatosiz bo'lishi kerak. Agar eski pasportdagi ma'lumot bilan yangi ID kartadagi ma'lumot farq qilsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Ikkinchi qadam, JSHIR raqamingizni biling. Bu raqam ID kartada bo'ladi va ko'p elektron xizmatlarda kerak bo'ladi. Uchinchisi, telefon raqamingiz faol bo'lsin. SMS keladigan raqam ishlash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki
davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Odatda siz yashayotgan hudud bo'yicha murojaat qilasiz. Xodimga aniq ayting. Menga pensiya oluvchi ekanligimni va pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak. Agar sizga qaysi turdagi ma'lumotnoma kerakligini so'rasa, qayerga topshirishingizni ayting. Masalan, mahallaga moddiy yordam uchun bankka, sanatoriy yo'llanmasi uchun, davolanish uchun, sud yoki notarial ish uchun. Chunki ayrim holatda ma'lumotnomaning mazmuni farq qilishi mumkin. 3-qadam. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar siz yoki farzandingiz internetdan foydalana olsa, myBoyt.gov, Uz kabi rasmiy portallar orqali ayrim ma'lumotnomalarni olish mumkin bo'ladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirish, telefon orqali tasdiqlash, kerakli xizmatni tanlash va ma'lumotnomani yuklab olish talab qilinishi mumkin. Hujjat elektron shaklida berilsa, uni telefonda saqlab qo'ying, kerak bo'lsa chop ettiring. Lekin har doim rasmiy portal va rasmiy ilovalardan foydalaning. Noma'lum saytlarga pasport ma'lumotlaringizni kiritmang. 4-qadam. Hujjatni olganingizdan keyin darhol tekshiring. Ism, familiyangiz to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Pensiya turi to'g'rimi? Pensiya miqdori to'g'ri ko'rsatilganmi? Sana bormi? QR kod yoki elektron tasdiq mavjudmi? Bularni ko'ring. Agar xato topsangiz, keyin to'g'rilarman demang. Xatoni ko'rgan zahoti xodimga ayting yoki qayta murojaat qiling. Chunki xato hujjat bilan boshqa idoraga borsangiz, sizni ortga qaytarishadi. 5-qadam. Nusxalarini tayyorlab qo'ying. Men har bir pensionerga bitta papka qilishni maslahat beraman. Papkada oyda karta nusxasi, pensiya ma'lumotnomasi, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tegishli hujjatlar. Dori-darmon bo'yicha asosiy tibbiy hujjatlar tartib bilan tursin. Bu hujjatlarni begonalarga bermang, lekin farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningiz qayerda turganini bilsin. Shunda shoshilinch vaziyatda hech kim uy ichida hujjat qidirib sarson bo'lmaydi. 6-qadam. Agar siz yura olmaydigan, kasal yoki nogironligi bor pensioner bo'lsangiz, yolg'iz o'zingiz ovora bo'lmang. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ayrim hollarda ishonchnoma, vakil orqali murojaat qilish yoki elektron xizmat orqali olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buni hududingizdagi davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasidan aniqlang. Telefon orqali oldindan so'rab olish ham foydali. Qaysi hujjat kerak? Qachon borish kerak? Navbat qanday? Xizmat pullikmi yoki bepulmi? Qancha vaqtda tayyor bo'ladi? 7-qadam. Pensiya miqdoringizni tushum bilan solishtirib boring. Masalan, ma'lumotnomada 20.200.000 so'm ko'rsatilgan bo'lsa, kartangizga tushayotgan summa ham shunga mos keladimi? Ushlanmalar bormi? Qarzdorlik yoki boshqa sabab bilan kamayish bo'lganmi? E'tibor bering. Ba'zan odamlar oylar davomida tushumdagi farqni sezmaydi. Keyin aniqlansa, muammoni izohlash qiyinlashadi. Agar tushumda tushunarsiz farq bo'lsa, bankdan ko'chirma oling va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 8-qadam. Hujjatni topshirayotgan joydan yozma yoki aniq javob oling. Agar sizdan ma'lumotnoma so'rashsa, qaysi ma'lumotnoma kerakligini aniqlang. Pensiyalik haqida, pensiya miqdori haqida, oxirgi 6 oy pensiya tushum haqida, daromad haqida degan talablar bir-biridan farq qilishi mumkin. Noto'g'ri hujjat olib borsangiz, yana qaytishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun men doim aytaman, ariza topshirishdan oldin talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini yozib oling yoki telefonga suratga olib qo'ying. Yana bir muhim masala. Pensionerning huquqlari faqat pensiya pulidan iborat emas. Ko'p hollarda ijtimoiy yordam, tibbiy xizmat, reabilitatsiya, uy-joy bo'yicha yordam. Kommunal masalalar yoki mahalla orqali ko'rsatiladigan yordamlar uchun pensioner maqomi ahamiyatli bo'ladi. Siz bu maqomni isbotlay olmasangiz, huquqingiz yo'qolmaydi, lekin uni amalga oshirish sekinlashadi. Hujjatning vazifasi shu. Sizni ortiqcha gap so'zdan borib keling, yana bitta qog'oz olib keling, bazadan chiqmayapti degan javoblardan himoya qilish. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, pensionerlarimiz o'z haqini vaqtida olish uchun aytyapman. Bugun 1 soat vaqt ajratib hujjatingizni tartibga keltirsangiz, ertaga bir necha kunlik sarsonlikdan qutulasiz. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan, tuman markaziga borish qiyin bo'lgan, transportga pul sarflaydigan keksalar uchun bu juda muhim. Bir marta borganingizda barcha kerakli ma'lumotlarni aniqlab oling. Hujjatni oling, nusxasini qiling va saqlab qo'ying. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, bu videoni ko'rib o'tirib, onam biladi, otam biladi deb o'ylamang.
Bugun ularga qo'ng'iroq qiling. Pensiya ma'lumotnomangiz bormi? ID kartangizdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Telefon raqamingiz ishlayaptimi? Elektron portalga kirish imkoniyatingiz bormi deb so'rang. Keksalar ko'pincha bolalarini bezovta qilmaslik uchun muammosini aytmaydi. Lekin hujjat masalasida kechikish keyin katta ovora bo'lishga olib keladi. Xulosa qilib aytaman. Pensionerlar uchun eng muhim hujjatlardan biri bu pensiya oluvchi ekaningizni. Pensiya turi va zarur holatda pensiya miqdorini tasdiqlovchi yangilangan rasmiy ma'lumotnomadir. Uni rasmiy joydan oling, ma'lumotlarni tekshiring, nusxasini saqlang, kerak bo'lsa elektron shaklini telefonga yuklab qo'ying. Eski guvohnomaga yoki men baribir pensiya olaman-ku degan fikrga suyanib qolmang. Hozir ko'p ishlar hujjat va elektron baza orqali hal bo'lyapti. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarga yozing. Siz qaysi hududdansiz? Sizdan qaysi idora qanday ma'lumotnoma so'radi? Olishda qiyinchilik bo'ldimi? Men imkon qadar tushuntirib beraman. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot boshqa pensionerlarga ham yetib borishi kerak. Kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuboring. Bugun bitta hujjatni vaqtida olib qo'yish ertaga sizning pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi.